To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga osh kulgimiymiz. O'zi 2 da uxladik-ku dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi, bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2 da salonga ketdi. 8 da qaytadi. Yo'nbay, o 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizda super kala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu striylar chayxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Men qara to'yni ishlab uchdi endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, vo, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'dan skachas qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kecha deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avvallama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super kley qo'yib bordi. No'mon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir, qarab ishlaymi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy, tavba qildim. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy, o'g'ling deyman. Qani siz shunaqa ishlar qilsam, beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma, o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy, o'g'ling deyman. O'g'lingiz telefonini olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayoligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon, mani telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'ramiz. Nima edi bu? Voy, o'g'ling deyman. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. To'poy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'a chekyapti, mo'l qarang, chekyapti. Ha, Komil. Yes. Voy, dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Endi ammasinikiga ketyapman. Komil yerini haydab beri. Aqshda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Haydab ber yerimi deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing bilan o'yla. Poponam hozir kelaman. To'cha sharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Yur. Qo'yag'im chiqib qoladi. Jon opa, mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'laymay o'lgan, basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga cho'rni maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Voy. Mavarayim tishlaymi nima bo'ldi? Xotinim Tayson so'rovdi. Taysonni fanati shekilli deb olib keldim. Xotin Tayson emas, Dyson so'ragan ekan. O'la, 56lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketsin nardaga. Narda kerak. Mana 2, mana 4. Ona ilindirib oplading senchi? Oz bolalar yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illadaman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi.
Mana uni jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamma ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rosa uzoq reklama ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotinni qo'ymaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharmanda qilmagin. Aldaysan-ku, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman. Rostmi, hammasi tug'ma, kayfiyat qochiradi, orqangdagi grija. Masham 1 soat turasiz. Keyingisi kim ekan? Sizda nima kasallik? Tomog'im og'riyapti. Tomog'ingiz og'riyapti. Og'zingizni oching. Nima qildingiz? Qo'yag'i surtib qo'ydim. Ovozingiz ochilib ketadi. Endi muzikalar chiqarib yuborasiz. Qani, Jackson. Indirjit nima bo'lyapti? O'g'il ta ko'psigina chekib qo'yapti. Ko'p chekyaptimi? Somsaxonaga so'ngis qilaman hozir. Yurma yoqqa. Ko'ryapsizmi? O'pkasini qurum bosganda chekaverib. Hali pechkaning turbasini qoqsa chiqadi-yu. Yana chekasanmi? Yana cheksangiz skriptiga sim qilaman o'mi. Siz qayog'ingiz og'riyapti? Mayog'im og'riyapti. Qayog'ingiz? Mayog'im. Mayog'ingiz qayog'ingiz? Gemoroyman demaysizmi? Hamma oldi ish shartimi? Hamma keldi, Hamma giyoh tayyorlab qo'yamiz, bemorlarni klizma qilamiz. Kim bu pushtipan teri? Shunda menga azob berayotgan. Haligi silab davolayotgan ekansiz. Men sizni qayeringizni silayman? Ichkilikdan, sovuqdan, achchiqdan asrasangiz bu qo'zg'amaydi jonivar. Qo'zg'ayotibdi, kuchlisi ekan. Voy, taksida ham o'tira olmayman. O'tiravering, tog'a. Ma'mur o'tkazganni qo'ymayapti-da, qiynab tashadi. Bitada yo'qotaman. Meni Ali Tabibinskiy deyshadi. Ishonmasangiz ishib keting, chuqurchaga tushib keting. Hozir dori nomini aytaman, tay bilan qirilib ketadi. Fulbodiya 600. Вот это поворот. Voy, yo'qoldi. Voy masa. Bo'ldi, hijolat qilib o'tirib turavermang. Ustoz, oyog'ini osmonda osib qo'ygan bo'laysiz. Miyasi bilan yerga tushdi. Qo'yag'i surtib qo'ylar, yaxshi bo'lib ketadi. Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yag'ilar. Hay, shuni ham ayam tagiga qo'yasizlarmi? Yedilari meni. Nima bo'lgan? Yutdingiz. Hey! Futbol desa jonlaringni berib yuborasanlar-a? O'sha qo'lni uyingga ikkita non ko'tarib kirami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Mbappe ukam soqatibdi deb ko'tingga yamaja berami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Husanov senga yordam qilami? Sindoshim bo'lgan, doim yordam berib kelgan. Ma bo'lmasa, sol bo'lmasa, fiskal Barsa davay. Andardagi Psimansani ko'chasidagi Ankalogan ro'parasiga Dennis mebelga keldim. Endi uylangim keldi-da. Qallama menga kelmasang bo'lmaydi, uylanib yoradigan mebellar bor ekan. Qo'yag'i texnikalarni chet eldan olib kirishar ekan. Dermesda hamma mebellarga 30% gacha chegirma ketyapti-ku. Dermesning mebellarichi Turkiyaning mebellari bilanchi adin-madin solishib ham qo'yaverar ekan. Uyingga olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Hozir o'taman qo'yag'i. Uylanaman deb mebel ko'rgani keldim. Hozir qaytayapman, bo'pti. Boshqamizga yozsam balam. Bo'lmaydi. Ma uka, shu orqada o'tkazib o'tir. Kallangga qo'yag'i. Dada kuziga oldim. Mana desa o'ltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bo'pti, uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketolman. Dada, siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Yo, muka, sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. Sekin.
Sekin O'g'iltoy, sekin. Ye dada to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Voy, stressga kirishdim, ketjon. To'xta. Dada, shuncha yosh bolaga mashina berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib olding, bo'lmasa aql ishini qilib. Dada emas, sonsalar 3 burchak emas. Bunday dumalab. Somsada mejigar nima qilyapti? Dada, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? A o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shaharga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy, bolam tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi. Rostmi, hammasi tug'ma, kayfiyat qochiradi, orqangdagi grija. Mana 1 soat turasiz. Keyingisi kim ekan? Sizda nima kasallik? Tomog'im og'riyapti. Ha, tomog'ingiz og'riyapti. Ovoz oching. Ye, nima qildingiz? Qo'yag'i surtib qo'ydim. Ovozingiz ochilib ketadi. Endi muzikalar chiqarib yuborasiz. Qani, Jackson. Indirjet nima bo'lyapti? O'g'iltoy ko'p sigara chekib qo'yapti. Ko'p chekyaptimi? Somsaxonaga sovuq qilaman hozir, yurma yoqqa. Ko'ryapsizmi? O'pkasini qurum bosganda chekaverib. Hali pechkani trubasini qoqsa chiqadi-yu. Yana chekasanmi? Yana cheksangiz skripkaga sim qilaman hozir. Siz qayog'ingiz og'riyapti? Mayog'im og'riyapti. Qayog'ingiz? Mayog'im. Ha, mayog'ingiz qayog'ingiz? Ha, gemoroyman demaysizmi? Hamma oldi shartmi? Ya, hamma keldi. Hamma giyoh tayyorlab qo'yamiz, bemorlarni klizma qilamiz. Kim bu pushtipan teri? Shunda menga azob berayotgan. Haligi silab davolayotgan ekansiz. Ya, men sizni qayeringizni silayman? Ha, ichkilikdan, sovuqdan, achchiqdan asrasangiz bu qo'zg'amaydi jonivar. Ha, qo'zg'ayotibdi, kuchlisi ekan. Voy, taksida ham o'tira olmayapman. A o'tiravering, tog'a. Ma'mur o'tkazgani qo'ymayapti-da, qiynab tashadi. Bitada yo'qotaman. Meni Ali Tabibinskiy deyshadi. Ishonmasangiz ishib keting, chuqurchaga tushib keting. Hozir dori nomini aytaman, tay bilan qirilib ketadi. Fulbodi 600. Вот это поворот. Voy, yo'qoldi. Voy masa. Bo'ldi, hijolat qilib o'tirib turavermang. Ustoz, oyog'ini osmonda osib qo'ygan bo'laysiz, miyasi bilan yerga tushdi. Qo'yag'i surtib qo'ylar, yaxshi bo'lib ketadi. Hech jahonda ham ayol kishi hurrayotami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani, nima bo'ldi? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishtir, ertalab qilasan remontingni. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib, qatga borib keldingiz. Enayni ammasi uyiga borib keldi. Ha, ko'zingizlarni o'lgur, kechasi bilan uyqu bermay chiqding, xurraga yotib, qilib. Birinchidan men hurriy yotmayman. Ikkinchidan telefon bersangiz yotmayman. Ko'zingizlarni o'lgur, erkak kishi birinchi parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchli smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16.106 ming, yangi narxi 11.926 ming. Muxdalli! Uxlama hozir hammani qo'rqitib yuborasan hurrayim bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5.170.900 ming, yangi narxi 4.343.600 so'm. Samsung Galaxy A13 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2.373 ming, yangi narxi 1.989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi.
Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1.947.700 va hozirgi narxi 1.636.100 so'm. Voy dada shuni olaman. Voy sekinroq onam kelganlar uxlayaptilar. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda. Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qo'torda nima qilyapti? Kat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring xola, o'tiring. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqat ishlayman. Jon opa, iltimos tushing, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Jon opa, meni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam to'xtamaysan.